Semizlik albatta hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri. Qanchadir umid bilan qarayotgan onalarni umidini parchalab yubordi. Lekin biz endokrinologlar, pediatrlar ham o'ylab qo'yamiz, voy ishqilib boshqacha belgilari yo'qmi degan. Bolalarni 6-7 oylikdan keyin shirinliklarni ratsiondan olib tashlash kerakligini, umuman kirgizmasligini bildimda. Xamir ovqatlar aytganimdek umuman berish yaxshi emas. Bola kam harakat, yaxshi emishga qiynaladi. Bo'y o'sish problemalari, muammolarini olib keluvchi kasalliklar bor. Kelishgan shunaqa bemorlar qaraganimizda bachadonda o'zi yo'q-da. Bu tug'mami? Tug'ma, afsuski. Bitta xato shunchalik olib borishi mumkin. Albatta. Lekin meni bolamda qandli diabet rivojlanyapti. Albatta skrininglardan o'tib turinglar ayollar. Yoki bugun, yoki hech qachon. Ya'ni siz bugungi berilgan sog'ligingizni qadriga yetasiz yoki butun umr bu sog'likni qayta topish uchun balki mablag'ingizni, balki energiyangizni sarflaysiz. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Sizlarni qarshingizda yana Shifokor TV kanali va men Dietolog Dilan Sidinovna sizga manfaatli bo'ladigan suhbatlarni, bilimlarni malakali mutaxassislar bilan berishga tayyormiz va bugungi mehmonimiz Assalomu alaykum Maftuna. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Rahmat, yaxshimisiz. Bugungi mehmonimiz Ibragim va Maftuna Rustamovna. Respublika endokrinologiya markazida bolalar endokrinologi sifatida 5 yildan beri faoliyat yuritadilar. Maftuna, xush kelibsiz. Rahmat, xushvaqt bo'ling. Taklifingiz uchun albatta katta rahmat. O'ylaymizki, bugungi suhbatimiz barcha tomoshabinlar uchun foydali bo'ladi. Albatta, bugun siz xuddi mana shu choy kabi qaynaysiz. Ya'ni savollarimiz juda ham ko'p. Tomoshabinlarimiz sizni kelishingizni anchadan beri kutishyapti. Chunki endokrinologlar juda ham ko'p. Lekin bizni O'zbekiston sharoitida bolalar endokrinologiyasi haqida malakali mutaxassislar bilim berishi juda ham kam. O'zim buni balkim yaxshi bilsangiz kerak. Savollar onalar tomonidan ko'p yo'llangan, lekin o'zim dietolog sifatida birinchi savollarga o'zim tutmoqchiman. Semizlik men kurashadigan mavzu va lekin bolalarda uchrayotgan semizlikka ba'zan dietologlarning kuchi yetmaydi. Bunga endokrinologlarning yordami kerak bo'ladi. Hozir O'zbekiston sharoitida emas, dunyo bo'yicha semizlik ko'p deb boya gaplashdik. Xo'p, O'zbekiston sharoitida bu nimaga ko'p tarqaldi? Onalar o'zi ortiqcha vazndan qiynalganda, bu holat nimaga bolalarga o'tdi? Zira yaxshi savol berdingiz. Semizlik albatta hozirgi kundagi eng dolzarb muammolardan biri, nafaqat O'zbekistonda, ta'kidlaganingizdek, butun jahonda ham. Agar dunyo statistikasiga qaraydigan bo'lsak, hozirgi kunda deyarli har 5 ta boladan bittasida semizlik va ortiqcha vazn bor. Avvalambor ortiqcha vazndan boshlanadigan bu kasallik darajasiga yetmagan bo'lgan ko'rinish keyinchalik semizlik bo'lib, semizlik bo'lsa hozirgi kunda demak kasallik sifatida qaralmoqda. Buning asosiy sabablariga keladigan bo'lsak, 99% desam bo'ladi, adashmayman. Bu yerda alimentar omillar va hayot tarzini noto'g'riligi. Hozirgi kunda rivojlanayotgan davr bo'lganligiga qaramasdan odamlar aksiga olib kam harakatda, gipodinamika va yarim tayyor mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish, shoshayotgan zamonimizda tezda tayyor bo'ladigan, magazindan olib sotib oladigan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish va hattoki bolalar orasida ham bular juda ham keng tarqalishi. Masalan, rastalarni ko'rsangiz, har xil shirinliklar bir qatorda, butun shirinliklar bor. Keyingi qatorga o'tsangiz, chipslar qatori. Shu bilan qarabsizki, magazinga kirgan odamga e'tibor beradigan bo'lsangiz, savdo markaziga kirib, faqat korzinasini shu zararli mahsulotlar bilan to'ldirib, ayniqsa gazli ichimliklar. Bu juda ham katta muammo deb bilaman, bolalarda juda ham ko'p iste'mol qilayotgani. Shu iste'mol qilayotgan mahsulotlar qanchalik gormonal semizlikka olib boradi? Bilasizmi, gormonal semizlik bu ozgina boshqacharoq tushuncha. Gormonal semizlik bo'lishi uchun albatta qandaydir gormonlar buzilishi avval rivojlangan bo'lishi kerak. Demak, butunlay hamma sog'lom turmush tarziga rioya qilib normal hayot kechirayotgan odamda desak bo'ladi. Butunlay omillarsiz, boshqa omillarsiz kasallikni keltirib chiqaruvchi omillar yo'q odamda. Gormonal buzilishlar bo'lsagina, keyin gormonal buzilishdan keyingi semizlik desak bo'ladi. Asosan gormonlar bu yog' to'qimasiga ta'sir qilmaydi. Ularni ko'paytirib ham bermaydi. Bu hammasi gormonlar organizmimizga ta'sir qilganda bilamiz, bizni kayfiyatimiz o'zgaradi, bizni ovqatlanish odatlarimiz ozgina o'zgarishi mumkin va shu to'yish hissi, bu hammasi gormonlarimiz
tufayli amalga oshadi. Demak, biz avvalambor gormonlar buzilishi emas, to'g'ri ovqatlanishimiz, hayot tarzimizni qanchalik to'g'ri olib borayotganimizga e'tibor berishimiz kerak. Axir bu bolalarda qiyin-ku. To'g'ri aytasiz, bolalarda qiyin. Nimaga deb o'ylasak, bolalarga bitta narsani chegaralash qiyin. Masalan, buni yemagin, semirib ketasan desa, bolaga avvalambor ayniqsa kichik yoshda farqi yo'q. U qanaqa ko'rinishda bo'lishi, to'lacha bo'lishlari ham o'zini qoniqtirishi mumkin avval. Keyinchalik o'smirlik davriga yetganda bu haqida chuqurroq o'ylab, atrofdagi tengdoshlarini munosabatidan uyalib, keyin qanaqadir harakatni boshlashi mumkin o'zi. Lekin baribir ham o'smir bo'ladimi, kichik yoshdagi bola bo'ladimi, men o'ylaymanki, semirayotganini, bola agar semirayotgan bo'lsa, uni asosiy sabab bu ota-onasida. Avvalambor nafaqat hozirgi holatida bola tug'ilishidan oldingi bo'lgan holatga e'tibor berish kerak-da. So'raysiz, homiladorligingizda qanaqa edi, vazningiz qanaqa edi, necha kiloga semirdingiz, qanaqa o'zgarishlar bo'lgan? Homiladorlikdan oldin ortiqcha vazn siz o'zingizda bormidi, xo'jayiningizda bormidi? Baribir semizlikni epigenetikasiga qarashimiz kerak-da. Ota-ona agar o'zi sog'lom turmushga rioya qilmagan bo'lsa, faqat o'sha aytganimdek noto'g'ri hayot bilan yashab, kam harakat bo'lib, o'zida muammo bo'lib turib, qanday qilib ular sog'lom bolani dunyoga keltira oladi? Lekin men bir insonni intervyusini ko'rib qolganman, yana ismlarini aytmayman, balkim tegib ketishi mumkin. Oshqozon rezeksiyasini amalga oshirib, u kishi shunda men hamma narsa qilib ko'rdim. Men esimni tanibmanki, semizman. Ya'ni men noto'g'ri ovqatlanib, o'zi ozg'in bo'lib, keyin semirib ketgan inson emasman. Men yoshligimdan semirganim uchun men parhez qilib ham ozolmadim deb intervyu berib, keyin operatsiyani amalga oshirganlar. Keyin o'ylab qoldim, haqiqatan bolalar yoshligidan semirganini bu tabiiy, meni vaznim o'zi tabiiy shunaqa, men tug'ilganman deb o'ylasa kerak. 5 yosh, 6 yoshda lo'ppigina qizchalarni onalari dieta qildira olmaydi. Va o'shanda endokrinologga murojaat qilish mumkinmi? Albatta, aynan shu holatlarda ham biz endokrinologlar, dietologlar, bolalar endokrinolog va dietologlari yordam bera olamiz. Chunki bu yerda hali dorilar bera olmaymiz. Operativ davolash haqida umuman gap ham bo'lishi mumkin emas. Bu juda ham hayot uchun xavfli, umuman butun dunyo bo'yicha faqat 14 yoshdan keyin qilinadi, lekin O'zbekistonda faqat 18 yoshdan keyin operativ, o'sha aytganingizdek bariatrik jarrohlik ko'rsatma bo'lsa, semizlikni o'sha asoratlari aniqlangan bo'lsa, lekin kichikda siz aytgan 5-6 yoshli qizchalarda, bolachalarda avvalo hayot tarzini shakllantirish. Homiladorlik haqida boya aytib o'tdim. Demak, ona xo'p, homiladorlik vaqtida o'ziga yaxshi qaramagan ekan. Ortiqcha vazn bilan o'zi dunyoga keltirdi farzandini. Mayli, bundan keyin ham ayniqsa 3 yil, birinchi 3 yilligi juda ham muhim. Bu yerda yog' to'qimalari miqdori shakllanadi-da. Keyin butun umrga bizada qancha zapas yog' to'qimamiz bo'lsa, shu zapas bilan butun umr yuramiz. Ular faqat hajmini o'zgartirishi mumkin. Hajm jihatidan kattalashishi mumkin. Agar yog' to'qimalar soni ayniqsa birinchi 3 yillikda ko'payib ketsa, nimaga ko'payadi? Shunda ham ota-ona onani emizishi yoki искусственный кормлениеda bo'lsalar, u yerga qanaqa tarkibda berayotganlari, qolaversa qo'shimcha ovqatlarni qanday boshlayaptilar? To'g'ri boshlayap. Ba'zida qozon ovqatlarni qo'y yog'i, pechenye ezib, men o'zim dietolog sohasiga endi kirishib boshlashimdan oldin bolamni oyijonim aytardilar, pechenyani suvga ezib, choyga ezib bering desa, men ham bilim yo'q-ku. Shunaqa qilganman bundan 7-8 yil oldin. Lekin keyinchalik bilimimga ega bo'lganimdan keyin bu aslida noto'g'riligini, bolalarni juda ham sog'lom ovqatlantirishga o'sha 6-7 oylikdan keyin boshlayotganda shirinliklarni ratsiondan olib tashlash kerakligini, umuman kirgizmasligini bildimda, chunki uni xotirasi bor ekan oshqozonini. Metabolическая память deyiladi. Не только miyamizda ham bu o'sha ta'mlarni birinchi bola bilmaydi. Qaysi ta'm shirin, qaysi ta'm achchiqni, sho'rni ozgina farqlash mumkin, lekin shirinlikka e'tibor bersangiz, kichkina bolalar talpilmaydi. Agar hali ular shirinlikni shu mazasini o'rganib qolish hissini o'ziga olmagan bo'lsa,
birinchi 3 yillikda nafaqat siz aytgandek boshida 6-8 oylikgacha emas, 3 yilgacha shirinlik, ayniqsa napitkalarni ko'p miqdorda mana bu erkalatib berib qo'yiladigan shokoladkalarni kamaytirish, iloji boricha minimumga yetkazishni tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki o'ylab ko'ring-da, bu bolaga 5 minutlik quvonch olib kelar, lekin keyinchalik sog'lig'iga, ertangi kuniga qanday ta'sir qiladi? Tarozini bir tomoniga buni qo'yib, ikkinchi tomoniga bolani sog'lig'ini qo'yish. Nimalar kiritish mumkin? Demak, buni mutaxassis pediatr bilan albatta boshida prekormlarda, qo'shimcha ovqatlarda nimalardan boshlashni yaxshilab o'rganib olish kerak. Keyin bolani ovqatlantirishda ham qandaydir rejimiga solish kerak. Men bu fikringizga qarshiman. Ozgina nimaga? Asosan bizni O'zbekiston sharoitida 90% inson vaholanki eng kam oylik maoshiga ega insonlar 90%, atigi 10-15% bo'lish mumkin. Har bir yilda bir o'zini sog'ligini tekshiradigan o'zi uchun, lekin bu yog'ini olsangiz kichik o'zi uchun bora olmaydigan inson bolasini pediatrga olib bora olmaydi. Mana bu podkastlarimiz aholini tibbiy savodxonligini oshirish uchun. Men bolamni ko'tarib pediatrga bora olmayman, lekin xohlaymanki bilim olishni. Boshlang'ich shunaqa ma'lumot beringki, bu hammaga to'g'ri bo'lsin va iloji boricha onani o'zi bolani parvarishlay oladigan darajadagi tibbiy savodxon ona bo'lishni xohlamayman. Shu uchun so'radim sizdan, nimalar kiritsa bo'ladi deb. Ha, yaxshi. Sizni intilishlaringizni tushundim. Lekin bilasizmi, har bitta bola individual organizmda. Bitta hozir fikrni agar ona internetdan ko'rib olib, yarimchalik tushunib olib, o'zchasiga qo'llab ko'rsa, keyinchalik bolaga bu naborot noto'g'ri ta'sir ko'rsatsa, masalan, ba'zi bolachalar bor, laktazna недостаточность. Ularga masalan tvorogni qo'shing ratsioningizga, mana bu sut, qattiq mahsulotlarni bering. Albatta, ularni birinchi tekshiruv. Men ozgina fikringizni to'g'irlamoqchiman. Pediatrlarga borishga mablag' yo'q. Oilaviy poliklinikalarimizda bepulga albatta o'zini biriktirilgan, hududiga biriktirilgan shifokori bor. Bu yerda shifokor pediatr bor. Men ham o'zim bir paytlari pediatr shifokor bo'lib ishlaganman. Oilaviy poliklinikada ozgina muddatda bu yerda bepul keladi, bepul maslahat olib keladi. So'rashganmi? Shunaqa onalar masalan o'zingizni hududingizga qaraydi-da u poliklinika va o'shanda bolam soppa sog'lom, lekin men buni ratsioniga nimalarga e'tiborli bo'lsam bo'ladi deb onalar kelishadimi? Kelishganlar ham bo'ladi, lekin umumiy so'raganingizda nimalar bilan biz o'zimiz so'rab olamizda, nimalar berasiz qo'shimcha ovqatlariga, nimalarni qo'shmoqdasiz, eting deb gapirganimizda o'sha qozon ovqatiga o'tkazib qo'ya qoldim deb ko'pchilik shunaqa degan aksariyat holatlar ham bo'lardi. Keyin u yerda biz tushuntirardik. Mana bunaqa joylarda to'g'ri ovqatlanishga e'tibor berib, hamma mahsulotlar mumkin deb. Albatta, termik ishlangan, yog'lik, umumiy qozonda pishirilgan ovqatlar mumkin emas. Xamir ovqatlar, aytganimdek, o'sha shirinliklarni umuman berish yaxshi emas boshida. Keyinchalik buni sekin ratsioniga odam, ayniqsa bolani, kichik yoshdagi bolani organizmiga o'rgatib borish kerak. Suhbat davomida siz laktaza so'zini ishlatdingiz-da va men o'zim ham ratsion tuzib berganimda ayollarni bizani O'zbekiston sharoitida sut mahsulotlarini iste'mol qila olmaydigan, iste'mol qilsa ham o'sha laktazaga sezuvchanlik nima bo'lgan ayollarda haqiqatan muammolar bo'ladi. Onalar buni qanday bilish mumkin bolalarida? Ya'ni yoshlikdan bu baribir bo'ladi-ku. Buni belgisi bor. Mani bolam sut icha olmaydi, mani bolam tvorog yeya olmaydi deydigan onalarga nima yechim berish mumkin? Asosan bolani axlatiga qarash kerak. To'g'risini olib aytadigan bo'lsak, u yerga qaraladi. Ich kelishida qandaydir muammo bo'ldimi? Darrov yegan ovqatidan bolani o'zini holatini bildiradi. Ya'ni sut ichib yoki sutli mahsulotlar ichib hojatxonaga yuguradigan bolalar asosan shunaqa bo'ladimi? Asosan shunaqa. Ularda ich kelib ketishi, tezda hojatga yugurib ketishi va umuman o'sha axlat o'zgarishi kuzatiladi. Shunda o'sha qorin og'riqlari bo'lishi mumkin, qorin dam bo'lishi mumkin, gazobrazovaniya ko'payib. Shu holatlarda demak buni belgisini ko'rish mumkin-da va albatta gastroenterolog, bolalar gastroenterologiga murojaat qilish kerak. Keyinchalik o'sha tashxisni to'liq qo'yib, qanday olib borishini, bu bolaga qanday mahsulotlar berishini tushuntirib o'tishlari uchun. Juda ham qiziqarli, chunki bu ko'p onalarning muammosi. O'zbekistonda sut mahsulotlari eng serob va arzon mahsulotlar turiga kiradi. Go'shtdan ko'ra arzonroqda, lekin men aytaman O'zbekiston sharoitida shunaqa bolalar ko'p.
ehtiyot bo'linglar sutli mahsulotlarni berishda va bu oshqozon ostidagi bezga ham ta'sir qiladi. Shunaqa paytda biza shu yo'lni tutishimiz mumkin. Sutli mahsulotlarni olib tashladik. Xo'p, men asosan sizni ovqatlanishga tortyapman, lekin nimaga qalqonsimon bez faoliyatini kichkinaligidan siz faoliyatini etmayapsiz? Ya'ni biza yod defitsit zamonda yashaymiz, mamlakatda yashaymiz. Bolalarga buni qanday qilib to'g'ri yo'naltirsak bo'ladi? Chunki qalqonsimon bez bilan bog'liq kasalliklar O'zbekistonda ko'proq boshqa joyga nisbatan. O'zbekistonda nafaqat O'zbekistonda, balki butun O'rta Osiyoda yod defitsit yod yetishmovchiligi hududlariga kirgani sababli qalqonsimon bezda muammolar ko'p. Bunga birinchi sabab yana aytaman, homiladorlik vaqtida. Onalar o'sha yod preparatlarini homiladorlikdan, даже tayyorlanishdan oldin, 3 oy, 4 oy oldin, homiladorlikni planlashtirishdan oldin qabulini boshlab, o'zini organizmidagi defitsitni to'ldirish kerak. Shu yetishmovchilikda nima iste'mol qilishmaydi. Hali bu planlashtirish birdan bo'lib qoladi. Shuning uchun bu podkastimiz yordam beradi deb o'ylayman. Onalarni, demak, o'zini organizmini tayyorlab borishga. Xo'p, tayyorladi. Tayyorlamagan bo'lsa ham homiladorlikni aniqladimi? Qachon bilgan kunidan boshlab ichishni boshlash kerak, yod preparatlarini qabul qilishni boshlash kerak. Homilador ayollar, emizikli ayollar 250 mikrogramm yod preparatini har kuni ertalab qabul qilish kerak ovqatdan keyin. Albatta, bu yerda yana aytib o'taman, bu individual shaklda profilaktik dozani aytyapman va individual shaklda aytib o'tishim kerak. Bo'qoq, agar zaharli bo'qoq yoki boshqa o'sma obrazovaniyalar qalqonsimon bezida aniqlanmagan bo'lsa bu ayolda, agar bo'qog'i bilan qanaqadir muammolari bo'lsa yoki masalan gipotireozi bor ayollar bo'lsa, o'zi preparatda L-tiroksin yoki Eutirox degan preparatlarimizda bo'lib kelayotgan ayol bo'lsa, bu yerda preparatni dozasini o'zgartirish bilan buni olib ketamiz. Xo'p, homiladorlik vaqtida umumiy aytganda yod defitsitini to'ldirib, uni yod defitsitga olib kelmasligimiz kerak, onani organizmini. O'shanda rivojlanayotgan bola ham aqlli, ayniqsa yod preparati miya shakllanishiga yaxshi yordam beradi-da. Shuning uchun yod yetishmovchiligida katta bo'lgan bola bilan yod yetishmovchiligi yo'q mamlakatlarda katta bo'lgan bolani farqi bor. Nima demoqchiman? Yaponiya, aqliy salohiyat, Koreyadagi bolalarni IQ-sini tekshirishganda olimlar bu yerda bilishgan, juda ular dengiz mahsulotlarini ratsionida ko'p iste'mol qilgani tufayli kuniga 1000-2000 mikrogrammgacha yod iste'mol qilishar ekan. Taxminan. Tabiiy bu. Tabiiy ovqatlaridan, o'zini shu dengiz mahsulotlaridan. Bizni hududimizda dengiz yo'qligi sababli endi biza хотя бы shu profilaktik dozani iste'mol qilishimiz kerak-da. Endi bola tug'ildi. Emiziklik paytida albatta berish kerak. Qo'shimcha ovqatlanayotgan, искусственное кормлениеda bo'lsalar, tarkibida yod bormi? Berayotgan smesida yod bormi? Uni e'tiborga olib qarab qo'yish kerak. Qaysi tarkiblilar yaxshiroq bolalar uchun? Bu ham qiziq. Yo'q, tarkiblarini men именно торговое название bo'lmasligi uchun ayta olmayman, marketing bo'lmasligi uchun, lekin u yerda albatta bola, yana shu yerda aytib o'tib ketay, onalarga maslahat, agar bolangizga qandaydir mahsulotni upakovkadami, yo bu dori bo'lsinmi, beryapsizmi, albatta doktor tavsiyasi bilan albatta o'qib chiqing. Berayotgan bo'lsangiz ham tavsiya bilan. Baribir ham o'qib chiqing. Bu yerda qandaydir odamiylik omillari bo'lib ketgan bo'lishi mumkin. Masalan, siz noto'g'ri tushunib olgan, ayniqsa qo'l bilan yozilgan pocherkda yoki aptekadagi inson noto'g'ri tushunib olgan bo'lishi mumkin. Bizda hozir shifokorlar davolamaydi, bizda aptekachilar davolaydi. Qaysi birini bersam yaxshiroq, qaysi biri yaxshiroq, qaysi biri yaxshi, o'sha analogini balkim mana aytishadi, shifokor shuni yozdi, unga foyda bo'lsa kerak, o'sha analogda arzonroq yo'qmi deb ham aytishadi-da. Gapirmang, shunaqa holatlar bilan ham ko'p kelishadi. Afsuski, masalan, bitta nolini adashtirib yorsa ham, уже doza 10 barobar ko'payib ketadimi? Menda shunaqa holat bo'lgan. Bitta nolini adashtirib yorganlar aptekada. Yo'q ekan, mana buni berib yora qoling, nima bo'ladi? Yaxshi, Xudoga shukr, bolaga hech narsa qilmagan. Lekin baribir ham bu xavfli. Yaxshi ota-onasi keyin 3-4-kunida dorini e'tibor qilib qo'ygan. Doza 10 barobar kattaligiga. Ya'ni siz 1000 yozgan bo'lsangiz, ular 10 ming berishyapti. Shunaqa, xuddi shunaqa. Endi shunaqa narsalarda oldini olish uchun albatta onalar ziyrak bo'lish kerak-da. Ozgina o'zini ustida ishlash kerak, o'quvi bo'lish kerak. Bola uchun mas'uliyatni o'ziga olish kerak, tayyorligini his qila olish kerak. Agar o'zi qiynalsa, maslahat olish kerak o'zidan kattaroq odamlardan, shifokordan avvalo. Qo'shnim ham buni berib ko'rgan ekan, men ham qilay emas. Bola og'rigungacha, og'rib 3 kun iste'molagungacha ushlab o'tirish emas.
boshida birinchi belgilardanoq mutaxassisni maslahatini olib, keyin o'zini bilganini spokойно doktorda aytgani bilan qo'shib qilsa yaxshi. Lekin siz mani savolimga javob bermadingiz. Yod. Yo'q, yodga keldik. Qalqonsimon bez faoliyati bolalarda necha yoshdan buzilishi mumkin? Necha yoshdan degan savolingizga qarang. Qalqonsimon bezda asosan gipotireoz deb oladigan bo'lsak, gipotireoz bu qalqonsimon bez faoliyatini pasayib ketishi. Bu tug'ma gipotireoz degan holatlar bo'lishi mumkin va orttirilgan gipotireoz deyiladi. Tug'ma gipotireoz bu bolada o'sha homiladorlik vaqtida rivojlanishi mumkin. Demak, bola tug'ilganda shu qalqonsimon bez gormonlarini yetishmovchiligi bilan tug'iladi. Buni sabablari har xil. Birinchidan o'sha yod defitsit sabablari bo'lgan bo'lishi mumkin va homiladorlik paytida qalqonsimon bez bolada noto'g'ri shakllangan bo'lishi mumkin. Gipoplaziya yoki umuman aplaziya, to есть gipoplaziya degan qalqonsimon bez masalan nahotchalik bo'lsa, u uning nahotda yarmichalik bo'lib shakllangan. Yoki aplaziya umuman boshqa, umuman yo'q. Qalqonsimon bezi yo'q tug'ilgan bo'lishi mumkin. Yoki ektopiya boshqa joyda, o'zini o'sha kerakli bo'lgan joyda emasdi, boshqa joyda bo'lib turib qolgan bo'lishi mumkin. Bu holatlarni raddomda, tug'ruq xonada aniqlanish kerak. Aniqlashadimi bizda? Albatta. Bizda O'zbekistonda skrining o'tkaziladi. Bolalarda, yangi tug'ilgan chaqaloqlardan tovon qismidan qon olinadi. TTG analizini tekshirish uchun qon olinib, TTG ni tekshiriladi. Agar bolada TTG yuqori chegarada bo'lsa, unda yana bitta tekshiruvga bola chaqiriladi. Va yana bitta tekshiruvda TTG bilan T4 gormonini birgalikda ko'riladi. Undan keyin tashxis qo'yilib, qancha erta davolash chorasini boshlansa, shuncha mana shu gipotireozda asorati bolada bo'lmaydi. Ya'ni buni butunlay davolab bo'lmaydi. Kelib chiqishiga qarab, ba'zi bolalarda tranzitor gipotireoz bo'lgan bo'lishi mumkin. O'tib ketuvchi gipotireoz bo'lgan, o'zini qalqonsimon bezi yaxshi ishlab ketishi uchun nimadir turtki bo'lib turgan bo'lishi mumkin. Keyinchalik bu analizlarga qarab bilinadi. Bu bola dorini ichyapti, lekin analizlari boshqacha, dorini kamaytirish degan belgilarni bizga beradi. Buni faqat kuzatuvda, dinamikada ayta olamiz. Bolada bu keyinchalik o'tib ketdi yoki o'tib ketmadi. Agar o'tib ketmagan bo'lsa ham, bu yerda agar vaqtida tashxis qo'yilgan bo'lsa, bolaga normal o'sib rivojlanishiga hech qanaqa ta'sir ko'rsatmaydi. Agar erta aniqlangan bo'lsa. Shifokorning malakasi kerakmi buni aniqlash uchun? Aytib o'tganimdek, skriningdan o'tgan bo'lish kerak. Skriningda agar yaxshi chiqqan bo'lsa, bu spokойный holat. Agar sizga qayta tekshiruvga chaqirishmagan bo'lsa, xursand bo'lsangiz bo'ladi, demak bolangizda yaxshi chiqqan ko'rsatkichlari. Va bola tug'ilgan zahotiyoq uni maxsus neonatolog shifokorlarimiz ko'rganda o'zini kriteriylari bor. Bu bolada gipotireoz borga o'xshash belgilari bor degan podozreniya bo'ladida, keyinchalik o'sha chuqurlashtirgan tekshiruvga endokrinologni chaqirib, bolalar endokrinologi bilan maslahatlashib, keyin tashxis qo'yiladi. Demak, bola asosan mana bitta ikkitasini aytib o'tishim mumkin, 4 kilodan oshiqcha tug'ilgan, 4 kilodan baland vaznda tug'ilgan bolalar. 4,5 kilo, 5 kiloni ayting, polvon tug'ilibdi deyishadi-yu. Shu polvon tug'ildi deb xursand bo'lib aytishadi, lekin biz endokrinologlar, pediatrlar ham o'ylab qo'yamiz, voy, ishqilib boshqacha belgilari yo'qmi deganda o'zimdan olib aytadigan bo'lsam, shunaqa baribir fikr o'tadi. Mutaxassis sifatida o'ylab ko'rishga to'g'ri keladi. Bola nima desam, gipodinamichniy bo'ladi, vyali bo'ladi. Bola kam harakat, yaxshi emishga qiynaladi. Borada chaqaloqlarda sariqligi bor-ku, o'sha sariqligi ko'proq muddatga cho'zilib ketadi. Va o'zi bolani holati, ko'zlarini o'zgarishlari kichkinaroq, отечный bo'ladi-da, bola shishib tug'iladi. Shishib tug'ilgani hisobiga ko'zlarida o'zgarishlar va tilini kattaligidan bola og'zini yaxshi yopa olmaydi. Shu belgilar ham neonatologlarni o'zini shkala Apgara bor, gipotireozni bilintiruvchi. Shunga podozreniyani o'ylab ko'rishga nima bo'ladi? Shubhaga olib keladi neonatologlarni va keyinchalik tashxis qo'yiladi. Xo'p, vrajdyonniy gipotireoz qo'yildi, tug'ma gipotireoz, bolaga darrov lecheniya boshlash kerak. Davolash bu o'sha gormon o'rnini bosuvchi gormon. Bu qalqonsimon bez gormonini biz tashqaridan berib turishimiz kerak. Endi o'sha gormonni vaqtida bersak,
bolada yaxshi miya shakllanishiga normal ketadi. Agar kech qolinsa, hattoki 1 oyga, 2 oyga kech qolinganda ham, даже 2 hafta deylik, kech qolganda ham solishtirganda ilmiy ma'lumotlarga qarab, baribir bolalarda bilinganki, aqliy rivojlanishdan orqada qolishi. Hayot sifati tushib ketar ekan. Hayot sifati ancha tushib ketadi. Bu bola уже nogiron desa bo'ladi. Chunki bor kam, lekin adabiyotlarda ko'rganmiz, davolanmagan tug'ma gipotireozni. Davolanmagan tug'ma gipotireozdek katta yoshli odamlarda bo'yi 140 santimetrga ham hatto yetmaydi. Ya'ni bu undan kichkina bo'lishi ta'sir albatta o'sishga, aqliy rivojlanishdan anchada orqada qoladi. Kretinizm degan kasallik bu shunga olib keladi. Shuning uchun albatta yod defitsit hududida yashayapmizmi? Homilador ayollar ortiqcha vazni bo'lsa albatta glyukozani qo'shib. Atak homiladorlarda ortiqcha vazn bo'lmasa glyukoza tekshiriladi. Albatta skrininglardan o'tib turinglar ayollar. Saxarni tekshirib turish kerak homiladorlarda va TTG gormonlarini, T4 gormonlarini ko'rib turish kerak. Boshidan bitta xato shunchalik olib borishi mumkin. Albatta. Shuning uchun e'tiborliroq bo'lishni tavsiya Shu qilardim. tug'ilgan paytdan e'tiborsiz, lekin bu orttirilganini so'ramoqchiman. Ya'ni 5, 6, 3 yosh umuman bola to o'smirlik davrigacha qalqonsimon bez bilan bog'liq bo'lgan gormonlar, mana bo'qoq deymiz. Oddiy tilda gaplashsak, shu bo'qoq kasalliklarni ortib borishi mumkinmi? Ha, orttirilgan bo'qoq, masalan, siz aytib o'tyapsiz, yod defitsitdan, yod yetishmovchilikdan ko'pincha bolalarda endemik bo'qoq rivojlanadi. Endemik bo'qoq keyinchalik bizni qalqonsimon bez gormonlarimizni yod ishlab chiqishiga yordam beruvchi bu mikroelementda. Juda ham kichkina miqdorda bo'lsa ham buni vazifasi juda ham katta. Shu vazifani qila olmay qoladi, chunki u vazifani bajarishga o'zini miqdori yetmayapti. Demak, hujayralarda o'zgarishlar boshlanadi, hujayralar faoliyati pasayadi, qalqonsimon bez faoliyati ham pasayadi, keyin gipotireozga olib keladi. Ikkinchi yana ko'p uchraydigan bir sabab bu autoimmun tiroidit. Autoimmun kasallik bo'qoqda rivojlanadi. Bu asosan qiz bolalarda ko'proq rivojlanadi, ayollarda o'zingiz ham bilasiz va o'smirlik davrida, balog'at yoshiga yetayotgan davrida 12-14 yoshlardagi bolalarda ko'proq rivojlanadi. Buni afsuski to'liq sababi, oldini oluvchi bir yechimlari yo'q. Bu autoimmun kasallik bo'lgani uchun irsiyat ham bo'lishi mumkin, yana boshqa tashqi omillar, o'zida bolada kechgan qanaqadir kasalliklar, ayniqsa tomoq, yuqori nafas yo'llaridagi kasalliklar ham keyinchalik shu autoimmun kasalliklarni qo'zg'atib borish ehtimoliga olib kelishi mumkin. Bitta faktorni ayta olmayman, umumiy qilib aytganda shu narsalar autoimmun tiroiditga olib kelishi mumkin. Va asosan shular. Idiopatik holatda ham sababi yo'q bo'lgan holatda ham bo'lishi mumkin. Hech qanday sabab bo'lmasa-da kelib chiqishi baribir mumkin. har bitta kasallikda idiopatik degan tushunchamiz bor. Bu hech qanaqa sabablarsiz kelib chiqqanda. Lekin bor sabablarni yo'qotsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi, yaxshi natijaga erishamiz. Onalardan savol izlaganimda kommentariyalarni, umuman men bilan ishlayotgan ayollar bilan gaplashganimda bolalaringizga ham sog'lom turmush tarzini targ'ib qiling. Chunki ona sotib olmasa, ona ratsioniga kiritmasa, bolalar uncha iste'mol qilmaydi. Qachonki biz xolodilnik to'ldirib qo'yamiz, bola ko'rgandan keyin iste'mol qiladi va unda o'sha xotira shakllanadi, aynan oziq-ovqatga nisbatan. Lekin ularni bitta savoli qiynaydi. Men qandli diabet degan kasalni umrimda ko'rmaganman, lekin meni bolamda qandli diabet rivojlanyapti. Bolalardagi diabet hozir qanchalar? Sababi? Men aynan bu yerda birinchi tur diabet haqida gapiryapman. Demak, Dila qarang, siz ovqatlanish haqida olib keldingizda, mavzuni ovqatlanishga bog'liq bo'lmaydi. Birinchi tur diabet, uni darrov aytaman. Shuni aytish kerak, chunki ko'p shifokorlar bo'ldi, men 100% davolab beraman, men dietologlarni ham ko'ryapman. Shu sizda birinchi diabet bo'lsa bo'ldi, siz albatta oziq-ovqatga e'tiborli bo'lish, bu xatoligini bilib turib, aynan bu savolni beryapman. Ovqatlanish bilan bog'liq emasligini men bilaman, lekin onalar bilmaydi. To'g'ri. Yana bir nima deydi, aniqlashtirish kiritib qo'ydimda, onalarda noto'g'ri tushuncha bo'lib qolmasligi uchun. Demak, birinchi tur qandli diabetiga keladigan bo'lsak, bu ham aytib o'tganimizdek, undan oldin aytgan autoimmun
kasallik. Sababi 90% dan ko'proq ehtimoli autoimmun kelib chiqishga bog'liq. Demak, oshqozon osti bezimizda biz bilamiz insulin hujayralari, insulin gormoni beta hujayralar tomonidan ishlab chiqariladi. Shu insulin gormoni yeyotganimizda, ovqatlanayotganimizda ovqatimizda borgan uglevodlarni, demak glyukozaga parchalanib, shu glyukozani bizni hujayralarimizga tarqatib beradida va hujayralarda to'yinish hissi bo'lib, qonda qand miqdori ovqatdan keyin pasayadi. Insulin yordamida. Bu kalit bo'lib, o'zini orqasidan glyukozani yo'l qilib, oddiy qilib aytganda olib kirib ketadi. Endi birinchi tur qandli diabetda aynan mana shu beta hujayralar autoimmun hujayralar ta'sirida nobud bo'ladi. Bu yerda yaxshigina autoimmun jarayon bo'lganligi sababli beta hujayralar nobud bo'ladi. O'zi o'ladi. 90% o'lgandan keyin o'zi bolaga klinika berishni boshlaydi. Belgilar. Bu qanaqa? Tez chanqash, ko'p peshobga chiqish, bola qurib ketadi. Suvsizlanganidan, ishtahasi bo'lmaganidan qurib ketadi, ozib ketadi. To'g'ri aytdingiz. Shu belgilarni e'tiborga olib, albatta ko'ngil aynishi kuzatilishi mumkin. Bu yerda o'sha ketoatsidoz jarayoni boshlanib, ketonlar parchalanish jarayonida organizm tushunmaydi. Insulin yo'qligi, insulin defitsitini his qiladi. Bu yerda qand ovqatlanaveradi bola. Qand miqdori ko'tarilyapti, hujayralar och. Chunki mana shu aytgandek kalitimiz yaxshi yetib bormayapti, hamma hujayralarga, ayniqsa miya sezuvchan yetkazib bera olmayapti degani. Keyinchalik bu yerda organizm o'zini to'yintirishga harakat qiladi. Zapasdagi yog'lar, jigardan glikogen zapaslarimizni olib, bu yoqdan yog'larimizni, bolani ozgina bor zapaslarini olib, uni parchalashni boshlaydi, glyukozaga aylantiradi. Mushaklarni ham hattoki glyukozaga aylantirishni boshlaydi. Organizmga ochligini to'yintirish maqsadida harakat qiladi-da. Bu yerda o'sha organizmda ketonlar hosil bo'lib, bu aseton zaharlanish. Shu yog'larni parchalangandan hosil bo'lgan narsa, bu zaharlanishdi. Shu yerda belgilar bo'ladi. Bola qusishi, qorinda qattiq og'riqlar. Bu yerda ba'ziga ota-onalar ham, hattoki shifokorlar ham adashib ketib, bu o'stri живот klinikasi, appenditsitmi yoki qanaqadir bir отравление bo'ldimi? Shunaqa belgi deb o'ylashi mumkin-da. Bu yerda biz bilasiz, отравление bo'lganda ko'pincha kapelnitsalar qo'yishadi, glyukoza qo'yib yuborishadi. Shunaqa holatlar ham bo'lgan. Bu battar rivojlantiradi, zaharni yana ham bolalar koma holatlarida kelgan случайлар ham bo'lgan. O'zingiz tajribangizda shunaqa bo'lgan? Ordinatura vaqtlarida shunaqa ko'rganman shunaqa holatlarni. Shuning uchun albatta bolani e'tiborli bo'lishimiz kerak. Avvalgi belgilaridan darrov shifokorga olib chiqishimiz kerak. Hozir siz o'zimiz samolecheniya bilan shug'ullanishimiz kerak. Davosi yo'q dedingiz. Qaysidir ma'noda qanchadir umid bilan qarayotgan onalarni umidini parchalab yubordingiz desak ham bo'ladi. Qabul qilish qiyin, shifokor davosi yo'q, lecheniyasini qilib umrni uzaytirish mumkin deb aytganda, bu kasal odam uchun juda ham og'riq. Kasalni boqayotgani uchun esa menimcha undan 10 barobar og'riqroq. Chunki men birinchi turdagi diabet insonni hayotda anchayin yaxshiroq taniyman va shifokor o'sha paytda qaysi lecheniya orqali uni hayotini, sifatini ushlab qola oladi. Davosi yo'q deb unaqa aytmaymiz biz hech qachon ota-onalarga. Aytvordik. Ayniqsa, chunki butunlay yo'qotib yuborsa bo'ladimi? Nima qiling? Qayerga olib boring? Germaniyaga ham, Izraelga ham qayerga deyshadi. Butun dunyo bo'yicha hali yo'qotib yuboradigan narsani endi ishlab chiqarishyapti. Men aytaman, 100 yil oldin bukvalni 100 yil oldin insulin ham yo'q edi. Mana shu bolalarni, diabet bor bolalarni, birinchi tur diabet bor bolani saqlab qolisha olmasdi shifokorlarda. Uzog'i 6 oy umr ko'rishardi bu bunaqa bolalar. Keyin insulin absolyut yetishmovchiligidan o'sha nobud bo'lishardi. Mana 100 yildan ozgina oshdi, insulin o'ylab topildi. Xudoga shukr deymiz. Aytaman, tushuntiraman, bor hozir davosi. Biz bolani ozgina bu kasallik emas deymiz, tushuntiramiz. Bu kasallik emas, bu hayot tarzimizni o'zgartirishimiz. Shu ichkaridan chiqa olmay qolgan insulinini tashqaridan berib turamiz. Faqat e'tiborliroq bo'lasiz dozalariga, insulinni to'g'ri qilayotganingizga, bolani sahrlarini albatta o'lchab turasiz. Bu organizmda o'zidan o'zi insulin chiqmayapti. Siz qancha insulin qilishni bilishingiz uchun boladagi sahr hozirgi holati qanaqaligini bilishingiz kerak, o'lchab turishingiz kerak. Shu nazoratda bu qandli diabetni nazorat qilamiz endi birgalikda deymizda. O'zimiz boshidan o'rgatib, diabet maktablari bor, o'zini o'zi
kontrol qilish, samokontrol maktablarimiz deymiz. Shunaqa maktablarda statsionar sharoitda o'qitamiz, ambulator sharoitda ham kelganda yana bir qator eslatamiz. Qanaqa ko'nikmalar bolani onasi yoki bola o'sha o'smir yoshda bo'lgan kattaroq o'zi tushunadigan bola diabet haqida yaxshi ma'lumotga, kerak bo'lsa shifokorchalik ma'lumotga ega bo'lmagunigacha biz ularni qo'yib yubormaymiz. Butunlay aloqada bo'lib tushuntirish berib turishimiz kerak. Bolada ayniqsa ota-onalarda boshida stress bo'ladi, shok bo'ladi. Berayotgan ma'lumotlarimizni ham yaxshi tushunmasligi mumkin. Qulog'iga kirmaydi. Xuddi shunaqa bu yoqdan kitoblar beramiz, tarqatma materiallar beramiz. Uyda yana takrorlang, o'qing, ko'ring, izlaning deymiz. Bu yerda ham ozgina bilim kerakda, ota-onaga bilim kerak. Bolaga keyin katta bo'lganda ham o'smirlik davrida bo'lgan bolalar ham o'zlari hattoki keyinchalik staj bor deymiz. Staj bu nima? Diabetga qancha bir vaqt yashayotgan bola deyiladi. Staji bor bolalarda уже hatto biz bilan teng-pateng mana bunaqa degan sportlarga ham boradigan darajada bilimlari yaxshi bo'lishi kerak va bo'lib kelyapti ham, xudoga shukr. Harakat qilyapmiz shunga. Butun endokrinologlar. Ularning ovqatlanish tartibi qanaqa bo'ladi? Demak, qandli diabet birinchi turida, ayniqsa boshida ota-onalarimiz aytishadi, insulin qilmaylik. Insulin qanaqadir bir vahima. Ikkinchi turga o'xshatishadi-da ko'pincha. Bo'ldi, u oxirgi qadam insulin deb o'ylashadi. Yo'q, qildirmayman deb to'polon qilganlar ham bo'ladi. Dieta qildiraman deyshadi. Parhez. Bo'ldi, bolamga shirinlik umuman bermayman. Hamma tomondan chegaralayman. Keyin biz tushuntiramiz. Sizga boya tushuntirgan mexanizmimiz. Xo'p, qonda yemayapti ham narsa deylik. Shirinlik kirmayapti ham umuman deylik-da. O'zini zapaslaridan, jigarda glikogendan, bu yerda yog'lardan, parchalanishidan yana sahr hosil bo'laveradi organizmda. Bu bilan siz to'qimalardagi ochlik hissini to'ydirib bera olmaysiz. Glyukoza faqat insulin yordamida ichiga kirsagina shu natijaga erishiladi deb tushuntiramiz. Demak, oddiy qilib aytganda dieta umuman foydasiz. Kerak emas. Umuman foydasiz. Odatiy hayot tarzida yashasa bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish, ratsional ovqatlanish, nima deydi, ramkalarida, balansida ushlab turiladigan bola bo'lsa, kerakli paytda oqsillar, uglevodlar, yog'lar hammasi o'sib rivojlanayotgan bolaga kerak. Qanday sog'lom bola ovqatlansa, u bolalar ham, diabet bo'lgan bolalar ham xuddi shunday ovqatlanish kerak. Faqat aytib o'tganimdek, o'sha diabet maktabida yaxshi o'qib olgan, qaysi ovqat qand miqdorini qancha darajada ko'tarishini bilib olgan ona bo'lish kerak. Va buni bolasiga to'g'ri olib borish kerak. Bu yerda glikemik indeksli mahsulotlar ham ahamiyatli bo'ladi. Albatta, glikemik indeksi yuqori mahsulotlarni yeganda bola bugun ko'proq masalan bo'ladi, bola tug'ilgan kunga boradi, bayram to'ylarga iste'mol qilgisi keladi. Ozgina o'sha paytlarda insulinini o'shanga ravishda o'zini insulinga sezuvchanligi har xil bolalarda har xil bo'ladi. Shunga qarab individual olgan holatda hisoblab onalar qilishni o'rganib olishadi. Normal holatlarda уже tabiiy holat har kunga yeyotgan ovqatlarini уже takrorlanganligi sifat nimasidan ham jihatidan ham bilib olsa bo'ladi. Men bu ovqatimga mana buncha ertalab ko'proq talab bo'ladi. Kontrainsulyar gormonlar ishlab chiqarilgan nimasidan holatlarda. Kichkina bolalarda talab kichkinaroq insulinga, o'smirlik davrida bu talab oshadi. Qiz bolalarda hayz davrida insulinga talab oshadi. Shu momentlarni har bittasini hisob-kitobini olib, tushuntirishlar olib boramiz va onalar ham buni tushungan holatda keyin nazoratda. Bu yerda nazorat kerak. Shu diabetni qo'lingizga oling deymiz. Agar siz diabetingizni qo'lingizga olmasangiz, bolangizni diabetini qo'lingizga olmasangiz, diabet sizlarni qo'liga oladi. Keyinchalik asoratlar rivojlanadi. Bu asoratlarni ketkizish anchalik qiyin. Albatta, menimcha o'sha asoratlargacha olib bormaslik birinchi yechim. Ikkinchi turdagi diabet bu qachon rivojlanadi? Aynan ikkinchi turdagi diabet yaqin masalan aytish mumkin 10 yillik adabiyotlarni olib qarasangiz, 10 yil oldingi adabiyotlarda diabet ikkinchi turi bolalarda bo'lishi bu qandaydir g'ayrioddiy bir tuyulgan tashxis bo'lgan, lekin hozir ortiqcha vazn ko'payayotgani, semizlik bolalarda ko'payayotganini hisobini olsangiz, bu sababdan keyinchalik insulin rezistentlikka olib kelinyapti. Insulin rezistentlik, insulinga sezuvchanlik pasayganligi hisobiga bolalarda qandli diabet ikkinchi turi ham rivojlanyapti.
mani ham praktikamda bor shunaqa bolalar, afsuski shu уже semizlikni 2-darajasida, уже nima desam ekan, ham oilaviy moyilligi bor bo'lganda, ota-onasida bo'lgan yoki buvasida bo'lgan qandli diabet ham genetik tarzdan, ham bu yerda bolada noto'g'ri hayot tarzi, kam harakatlilik, semirib ketgan. Bu keyinchalik surunkali ravishda insulinni ko'p balandligi insulinga sezuvchanlikda organizmda nima qiladi, buzadi. Insulinga sezuvchanlik buzilgandan keyin уже bu eng bir patogenetik mexanizm ikkinchi tur qandli diabet rivojlanishi. Prediabet holati deymiz biz. Prediabet, keyin diabet rivojlanib o'sha bolalar. Tajribangizda necha yosh bo'lgan? Eng yosh bola, qandli diabet ikkinchi turi bilan. Eng yosh bola. 14 yosh. 14 yoshli bolada bo'lgan. Undan kichkina adabiyotlarda bor, undan kichkina bolalarda ham bo'lishi mumkin. Bu yerda morbid semizligi bor bolalar buni xavf turiga birinchi o'rinda kiradi. Shuning uchun xavf turini vaqtida aniqlab, semizlikni vaqtida davolasak, diabetning ikkinchi turi ham bolalarda rivojlanishini oldini olgan bo'lamiz. Homiladorlikdagi diabet bolani vazniga, mana nimasiga ta'sir qiladi dedingiz-ku. Oldini olsa bo'lmaydimi? Masalan, menga aytishadi, men homiladorman. Homiladorligim 6-7 oyligidan keyin menga sahar tashxisi qo'yildi. Aslida men umuman umrimda bo'lmaganman. Bu qanchalar homilani o'ziga ta'sir qiladi? Homilani o'ziga ham ta'siri bor. O'shaning uchun ham aytamiz, homiladorlik vaqtida glyukozani miqdorini tekshirib turing. Homiladorlarda glyukoza 5 dan past bo'lish kerak-da. Biz sog'lom odamlarda 6 dan past bo'lsin desak, homiladorlarga chegarasini yana ham qattiqroq qo'yib qo'yamiz va vaqtida aniqlashimiz kerak. Shu qand diabet bormi? Albatta, shuni aniqladikmi, tezroq davolash chorasini ko'rishimiz kerak. Endi homiladorlarda tabletkalar bera olmaymiz. Bolani rivojlanayotgan nimasiga ta'sir qilgani uchun, shuning uchun homiladorlarda agar qandli diabet o'sha vaqtda, homiladorlik vaqtida endi aniqlangan bo'lsa, u va ikkinchi tur diabet bo'lsa, unda biza sog'lom turmush tarziga o'tkazamiz, hayot tarzini o'zgartirishga. Ko'rdinglarmi, dietolog? Hamma joyda ovqatlanishga bekorga emas. yana taqaladi, albatta. Keyinchalik bola sahar o'taveradi bolaga, insulin o'tmaydi. Qonda bola qanaqa shishib ketadi. Semiradi. Bola o'sha qand miqdori onani qonida ko'p bo'lgani uchun bolaga yetib borib, bola katta vazn bilan tug'iladi. Shuning uchun katta vaznli tug'adigan ayollarda ham e'tiborga olish kerak ularni ham. Masalan, avvalgi bolangiz necha vaznda, qanaqa vaznda tuqqansiz? 4 dan oshiq bo'lsa, demak, balkim sizda shunaqa holat bo'lgan. Diabetda uglevod almashinuvi buzilishi deylik, diabet demaylik, sirazu uglevod almashinuvi buzilishi balki sizda bo'lgandir. Shuning uchun bolangiz kattaroq nimada vesda tug'ilgan degan nimani biz doim o'ylab ko'rishimiz kerak. Bu anamnezda ham bilinadi. Bu o'sha onani o'ziga bo'lgan e'tibori va vrachga bilan bo'lgan suhbatidan kelib chiqib bilinishi mumkin. Fikrlaringiz ravon, menga yoqyapti, chunki savollarga to'laqonli javob olyapman desam bo'ladi, lekin bo'y o'sishi. Bo'y o'sishiga trenirovkaga olib borish, nimaga turniklarga torttirish, turli xil o'stiruvchi gormonlarni yokida bizga aytishadi, protein beraymi bolamga deydi. Protein bersam agar yaxshi mushaklar rivojlanib bo'yi o'ssa kerak deydi. Lekin biror kishi bo'y o'stirish uchun endokrinologga murojaat qilishni kamdan kam eshitganman-da. Bolalarning bo'y o'sishi o'zi aslida qanaqa prinsiplarga asoslanadi? Buzilish qachon yuzaga keladi? Albatta, o'sish muammolari bilan ham ko'p ota-onalar murojaat qilishadi. Bizga bu yerda aytamiz, bolani bo'y o'sishi genetik omillarga bog'liq. Birinchi o'rinda, albatta, genetika. Demak, ota-onasini bo'yini o'rtacha hisobida bola ham o'sha ota-onasiga mos o'sadi. Bundan ba'zi bolalar qaysidir genini ko'proq olgan bo'lsa, o'sish genlarini otasi tomoniga ko'proq bo'yi balandroq bo'lib yoki onasi tomoniga bo'yi shuni bilan ham belgilanishi mumkin, genetik. Ikkinchisi, absolyut sog'lom bolalarda bu bo'lishi mumkin noto'g'ri ovqatlanishidan. Yana kelib chiqadi ovqatlanish. Demak, oziq-ovqatlar yetishmovchiligi, kamqonlik, o'sha vitaminlar yetishmovchiligi keyin bolalarda o'sishda o'sha o'ziga material yetmaydi-da. Oqsil kerak-ku. O'sish stроительный material deb aytiladi, quruvchi material. Oqsil yaxshi iste'mol qilmaydigan, faqat masalan tanlab yeydigan bolalar bor. Faqat go'sht yemaydi. Umuman go'sht yemaydi. Sabzavotlarni bersangiz teskari qarab ketaveradi. Shunaqa holatlarda
Yana ota-onani bu yerda roli kattada. Bolani qanday ovqatlanish odatlariga o'rgatgan kichkina yoshidan. Xarakter bu o'sha ovqatlanish odatlarini bolaga ota-ona shakllantiradi. Ota-onaga qarab yoki o'sha kichkinaligida qanday iste'mollarga narsa bergan bo'lsa, shu narsalarga bolada o'rganish muhitga shunaqa bo'ladi. Va kamqonlik onalarda, homiladorlikda kamqonlik bo'lgan, bolada o'zida keyinchalik kamqonlik. Endi bu kamqonlik ham xalaqit qiladi, minus to'siqqa olib keladi. Va yana bo'y o'sishga qarshi nima desam, bo'y o'sish problemalar, muammolarini olib keluvchi kasalliklar bor. Bu genetik kasalliklar, sindrom kasalliklari. Bular birinchi navbatda qarindosh turmushdan bo'lgan bolalar, ota-onalardan tug'ilgan bolalarda ko'proq rivojlanadi. Ikkinchidan endi o'zi genetik bo'lgani uchun o'zi idiopatik shaklda ham rivojlangan bo'lishi mumkin. Demak, bu genetikmi? To есть qanaqadir irsiy omilligi bor kasallikdan bolani bo'yi o'smayaptimi? Yoki oziq-ovqat yetishmovchiligi, yoki yana boshqa faktorlardan bola o'smayaptimi? Buni aniqlash uchun albatta endokrinolog, bolalar endokrinologiga olib kelish kerak bolani. Bir yilda bir marta agar bola nazoratda bo'lsa, men juda ham xursand bo'lib ketaman. Profilaktikaga olib keldik degan ota-onalarni eshitsamda, nima muammo, nima shikoyatingiz bo'lsa, просто profilaktikaga, bo'qog'i yo'qmi, bo'ylari normalmi, ko'rib bering deyshadi. Bu yerda ota-onalarga besh baho aytish kerak. Lekin kam. Shunaqa xohlardim, shunaqa keladigan ota-onalar bizda ko'p bo'lishini. Bilasizmi, kelishadi 15-16 yoshda, bo'yi past deb 145 cm, juda kichkina qizchalarni ham, bolachalarni ham olib kelishadi. Biz ko'ramizda o'sish gormonlarini ko'ramiz albatta va agar qiz bola bo'lsa, уже 16 yoshga yetib qolganini ko'rsak, bundoq qarasangiz, o'sha to'liq jinsiy tomondan ham rivojlanib bo'lgan qiz bo'lsa, hayzlari уже kelgan bo'lsa, rengen qilamiz qo'lini, kaft suyaklarini, o'sish zonalarini kaft suyaklaridan bilib olsa bo'ladi. O'sish zonalari hali ochiqmi yoki yopiqmi? Qatdan ko'rinadi. Rengenda bu bundoq qaraganda albatta ko'rinmaydi. Rengenda suyaklar bir-biriga hali o'sish zonalari ochiq bo'lsa, hali butunlay yopishmagan bo'ladi. Qoyil, lekin men bu shifokorlarning sirimi deymanda, zo'r. Balki aytib o'taman, shu bolalar bizda hammada suyak yoshimiz bor va biologik o'zimizni pasport yoshimiz bor. Biologik yosh va pasport yosh. Suyak yoshi deymiz, bolalarda o'sha aniqlaymiz. Suyak yoshi qanaqa ketgan va u yerda o'sish zonalari yopilib qolmadimi? Qiz bolalarda hayz kelgandan keyin 1 yil, uzog'i 2 yilda o'sish zonalari уже yopiladi. Hayz o'rtacha 12-13 yoshda kelsa, qiz bolalarda umumiy o'rtacha yoshda aytadigan bo'lsak, 15-16 yoshli qiz bola o'sish haqida o'ylamasa ham bo'ladi. Afsuski, hammasiga ham 100% deya olmayman, lekin o'sha o'sish zonalari yopiqmi, biz hech qanaqa yordam bera olmaymiz. Aytamiz, kech olib keldingiz bolangizni. Ertaroq olib kelganingizda o'sha qachon seziladi? Bu bola bog'chaga borganda sezilishi mumkin. U tengdoshlaridan bo'yi pastroq bo'lishi. Unga bog'cha yoshigacha bo'lgan, 2 yoshgacha bo'lgan vaqtda agar muntazam tekshiruvlarga olib chiqib tursa, kartasiga yozilib turilsa, bola yo mana umanchaga o'sdi, qo'shdi. Bizani o'sha voz bo'yicha o'zi pretensiylarimiz bor pediatrlarni. Ketyapti bolamda o'zini yoshidan eng pastki persentildan eng balandki persentilgacha juda ham katta orada farq borda. Bolani shu nuqtalarini qo'yib borish kerak. 2 yoshda mana bu nuqtada persentili to'g'ri, yaxshi. 3 yoshda ham o'sha persentildan ozgina qo'shib, o'sha persentilda ketyapti. Birdan oshib ketmasligi o'rtada ketyapti. Yo'q, birdan oshib ketishi bo'ladigan holatlar bor. Bolani qaysidir yoshlarda birdan резкий ростовой скачок beradigan joylar bo'ladi. Qiz bolalarda o'sha ayniqsa estrogenlar ta'sirida bo'ladigan paytda o'sha 11-12 yoshlarda ростовой скачок bo'lishi mumkin. Birdaniga tezda bo'y cho'zilib qoladi, kiyimlari ham bundoq qarasangiz eslayman. Akam bilan yoshimiz 2 yosh, lekin rasmlarda ko'raman, akamdan balandmanda, lekin hozir akam mendan nimagadir o'sib ketgan. Onam oldin aytardilar, "Voy, bu seni bo'yingdan buncha baland, akang orqada qolib ketyaptimi?" Qizlarning o'sishi, demak, balog'at yoshigacha ertaroq bo'ladi shunda. Qizlarda masalan jinsiy rivojlanish 8 yoshdan boshlansa normada, o'g'il bolalarda 9 yoshdan boshlanadi-da. O'rtacha nima
hammasi va endi demak 1 yil 2 yildan keyin bolalar qizlardan ham o'sib ketib qoladi. Undan ham ko'proq bir yetib ham oladi, bo'yda yana ham yaxshi cho'zilish berishi mumkin. Bu yerda bola sog'lom rivojlanayotgan bola bo'lsa, jinsiy rivojlanishi ham orqada qolmayotgan, yaxshi yetilayotgan bola bo'lsa, ularda shunday bo'ladi. Demak, endi bo'y o'sishiga o'sha to'xtaladigan bo'lsak, yana biz aytdik, kech olib keldingiz. Demak, shu kichkina yoshidan bolani o'sha bog'chaga borsa ham seziladi-ku mana. Bolalar tengdoshlaridan qancha orqada qolayotgani bilinadi. Va yana o'sib ketadi degan gaplarga xuddi shunaqa deyishadi. Masalan, gapirishda ham yokida yurishda ham ba'zida onalar shoshilishadi-da, lekin bo'yiga nisbatan ko'pchilik aytadi, "Ha, yoshligida bas bo'ldim, yetib oladi hali" deyishadi. Lekin siz aytgandek o'sish nuqtalarini yopib qo'ysak, keyin menimcha harakat kech bo'ladi. Bizda yana fikr bor, 18 yoshgacha o'sadi, ba'zilar aytadi 25 yoshgacha hali bu odam o'sadi. Yo'q, unaqa emas. Biz shunaqa deyishadi, "Voy, shunaqa deyishardi-ku" deb, "Qanaqasiga?" deb. Yo'q, afsuski unaqa emas. Agar sezdingizmi, bolangiz orqada qolyaptimi, bo'yidanmi, vaznidanmi, olib keling mutaxassisga. Bir marta ko'ringan kasallikni oldini olgan, uni davolashdan ko'ra million marta ham arzonroq, ham o'zingiz uchun foydaliroq, bolangiz uchun foydaliroq, kelajagi uchun. Men bo'y pastlikni aytdik, lekin haddan tashqari balandlik haqida ham gapirmoqchiman-da, chunki o'zimni farzandim misolida yaqinda futbol maktabiga berdim. Futbol maktabida birinchi mashqda dadasi olib bordilar va video tashlayaptilar menga. Aksariyat bolalar 7-8 yoshli bolachalar qatorida meni o'g'lim eng bo'yi baland. Men aytibman, "Rohitga o'xshaysan" deyman-da, jodu filmidagi, chunki hammadan bo'yi baland uchun bittada bilinyapti, boshi ko'rinyapti-da. Bu zarar. Bu yerda ham individual yondashish kerak. Birinchidan aytib o'tdim, ota-onani bo'yi o'zi qanaqa. Ba'zida bo'ladi, ota-onasi ham bo'ylari baland, bo'ychang insonlar. Ularning bolasi ham tabiiyki bo'ylari balandroq bo'lib o'sishi kerak. Ikkinchidan, yana bolada semizlik bormi yo'qmi? Semizligi bor, ortiqcha vazni bor bolalar boshqa bolalarga nisbatan tezroq rivojlanadi. Ham jinsiy, ham jismoniy tarafdan. Bo'ylari ham balandroq bo'ladi, ham jinsiy rivojlanishi ham ertaroq bo'ladi qiz bolalarda. O'g'il bolalarda semizligi bo'lsa, aksincha jinsiy rivojlanishi orqaroqda bo'ladi. Chunki testosteronga qarshi ishlaydi yog' to'qimasi. Demak, shularni e'tiborga olishingiz kerak. Asosan 99% da bolalarda xudoga shukr unaqa bo'ylarini o'stirib yuboradigan gormonni buzilishi kamdan bo'lmaydi. Kamdan kam, juda ham kam foizlarda adenoma gipofiza degan kasalligimiz bor. Juda ham qo'rqinchli kasallik. Bo'y o'sish gormonlari ham gigantizmga olib keladi. To есть bolani bo'yi 2 metrdan o'sib ketadi. Keyinchalik bu o'sish zonalari yopilgandan keyin akromegaliyaga, yuz, jag', qo'l, oyoq, burun shularni kattalashishiga olib keladi. Gigant insonga o'xshab uchrab turadi shunaqa holatlar ham, kechroq aniqlanib qolgan, yaxshi tashxislanmagan, yaxshi davolanmagan holatlar bo'lib turadi, lekin bu darrov belgisini beradi. Bolada bosh og'riqlari ko'p bo'ladi, o'sishi anchagina birdaniga ko'p kattalashgani seziladi. Bu ham o'sha gormonal tekshiruvlarda, MRT qilganda ko'rinadi, bilinadi. Oldin olsa bo'ladi. Bo'ladimi? Adenoma gipofizani ham bu ham o'sha kelib chiqishi oxirigacha hali o'rganilmagan kasalliklardan biri bo'lgani uchun davolasa, vaqtida davolab, o'sha gigantizmga olib kelmaslik mumkin. Vaqtida operatsiya qilib, adenomani olib tashlanib, keyin o'sha agressiv o'sish gormoni ishlab chiqishini to'xtatish mumkin vaqtida. Zo'r. Siz boya aynan qiz bolalarning yetilish davrini o'sha 8-9 yoshdan boshlanishi norma deb aytasiz. Lekin men ko'p mijozlarni fikrini inobatga olib aytaman. Qiz bolaning hayz davri bu necha yoshgacha bo'lishi norma. Yoki-da men eshitganim, turmushga chiqqungacha ham hayz ko'rmaydigan qizlar borligi, ular turmushga chiqqandan keyin buni aytishi, onalar shu paytgacha e'tibor qilishi o'zbek mentaliteti afsuski bor. Va qiz bolani endokrinologga, ginekologga olib borish bu uyat deyishadi. Yoki-da ayrimlar hayz oldi juda ham og'riq bilan kelishi, og'riq qoldiruvchi preparatlarni qabul qilishini ham aytishadi. Mana shuni siz endokrinolog sifatida qanday ta'riflaysiz? Aslida hayz qachon kelishi bu norma, necha yoshgacha kelmasa xavfli va og'riq qanaqa bolalarda?
Juda ham aktual muammo ekan. Albatta. Agar o'ylab qarasak, to'g'ri. Har bitta muammoimiz endokrinologiyada o'ziga xos bir e'tiborni talab qiladigan, o'ylanishga va bolani qiladigan. vaqtida ko'ritib, vaqtida davolashga olib keladigan holat. Aynan hayz ko'rishga keladigan bo'lsak, demak qiz bolalarda jinsiy rivojlanish ham etapma-etap ketishi kerak-da. Birinchi etapi shu 8 yoshdan keyin boshlanishi kerak. Erta boshlanishi ham bu ham bitta kasallik, erta jinsiy rivojlanish. Kech boshlanishi qanaqa? Masalan, 15 yoshda ham qiz bola kelib, hali ham hayzi kelmagan bo'lsa, bu demak o'ylab ko'radigan holat. Gormonlarini tekshirishga, ultrazvuk tekshiruvlarini qilishimizga, ultratovush tekshiruvlarini qilishimizga, yana ham chuqurroq xullas izlanishga olib keladigan nima? 15 yosh deyman. Chegarasini 15 Uzoq, yoshda 15 agar qiz yoshgacha bolada ko'rish hayz kerak. kelmagan bo'lsa, bunda yana e'tibor berish kerak. 15 yoshli qiz hayz kelmagandan tashqari yana bu ko'kraklari, ikkinchi lamchi jinsiy rivojlanish belgilari bormi? Ko'kraklari rivojlanganmi? Da, ну, agar ko'kraklarida o'sishda estrogenlar, aytdim, o'sishda bizni suyaklarimiz o'stirib beradigan gormonlarga kiradi, ya'ni qo'shimcha jenskiy gormon bo'lgani bilan birgalikda o'sishga ta'sir qiladi. Endi estrogeni kam bo'ladi, hayzi ham vaqtida kelmaydi, jinsiy rivojlanishi ham vaqtida ketmagan. Bu bolada o'sishdan ham orqada qolish. Bundoq qaraysiz, 15 yoshli qiz 7-8 yoshli qizga o'xshaydigan bundoq ko'rinishda turadi-da. Qomatidan boshqa. Endi ularda chuqurroq tekshiruvlar qilinadi. Sindrom emasmikin? To есть Shershevskiy sindromi bor, Turner sindromi. Yana boshqa juda ham ko'p sindromlar bor-da. Ba'zi holatlarda umuman matka bo'lmagan bo'lishi mumkin qiz bolada. O'shanda ultratovush tekshiruvida kelishgan shunaqa bemorlar qaraganimizda bachadonda o'zi yo'q-da. Bu tug'mami? Tug'ma, afsuski, aplaziya matki. Tug'ma bachadonda umuman rivojlanmagan-da. Rakitanskiy Kushner sindromi masalan bor. Bu yerda tuxumdonlar bo'ladi. Qiz bola normal shakllangan bo'lishi mumkin. Estrogenlar bilamiz tuxumdonlardan chiqadi. Tuxumdonlardan chiqqani sababli ko'kraklari rivojlangan, tuklanishlar normal ketgan, lekin hayz kelmaydi. Hayz kelmayapti, olib bordi, ultratovush tekshiruvida qarashadiki, matkani o'zi yo'q. Bu holatlarni farqlab olishimiz uchun umuman sabablari ko'pligini eslatib o'tmoqchiman-da. Shularni hammasini o'ylab ko'rgan holatlarda tashxis qo'yilib, keyin vaqtida lecheniya boshlash kerak. Qaysidir holatlarda bunaqa lecheniya qilinadi, qaysidir holatlarda boshqacha lecheniya. Hayz keltiradigan dorilarni o'ziga o'zi lecheniya qilib ichish bu noto'g'ri. Ko'p eshitganman-da shunaqa. Hayzini keltiradigan dorilar ichibdi yokida ko'p ketsa to'xtatuvchi dorilar ichish, masalan, hayzni normadan ko'proq ketishi ham bolalarda qaysidir ma'noda bu ham gormonal kasallik bo'lsa kerak. Bularga siz noto'g'riligini asoslab, asoratini aytishingizni xohlardim. Menimcha ichayotgan onalar yoki bolalariga berayotganlar ko'pda. Mani tajribamda, xudoga shukr, unaqa o'z boshimchalik bilan gormonal preparatlarni bergan onalar bo'lmadi. Bo'lmasin ham. Nimaga? Chunki albatta ayniqsa qiz bolalarda ham o'g'il bola organizmi uchun har bitta dorini ona o'z boshimchalik bilan berishi mumkin emas. Umuman hattoki bizadan yotdi bersam maylimi deb kelishadi, u mayli deymiz. Mikroelementlar, vitaminlar baribir ham bir qator shifokordan so'rab olib berilgani yaxshi. Kuchli asorat bermaydi. Gormonal preparatlar, siz aytayotgan o'sha umuman hayz chaqiruvchi gormonal preparatlar, boshqa qon to'xtovchi preparatlar, buni birinchi sababini, tashxisini qo'yib shifokor yozadi, keyin faqat ichish mumkin. Unda ham shifokorda aytgan nimasini yaxshi tushunib olib, 10 kun ichish degan bo'lsa 30 kun ichib emas. Shunaqa holatlar ham bo'lib turadi-da, yaxshi tushunmay qolgan bo'lishi mumkin. Yaxshilab bilib olgandan keyin ichishni tavsiya qilaman va o'z boshimchalik bilan hech qaysi dorini bermaslikni tavsiya qilaman. Hayz oldi og'riqlarchi? Hayz oldi og'riqlari dismenoriya, bu ham qizlarda, o'smir qizlarda uchrab turadigan holat. Buni sababi progesteron yetishmovchiligi. Demak, birinchi o'zi qiz bolalarda hayz shakllangandan keyin hayzi o'z o'rniga tushib olishi uchun 1 yil vaqt kerak-da. Gormonlar o'zini yo'lini topib olib, o'zini faoliyatini yaxshi kattalarning organizmida bajara olishi uchun ozgina vaqt kerak. Bu 1 yil. Bu 1 yil davomida bolalar, qizlarda hayzi noto'g'ri kelishi mumkin. Masalan, ko'proq kelib ketishi mumkin, qattiq og'riqlar bilan yoki
bir oy kelib aytganingizdek keyingi 2 oyga kelmay qo'yishi mumkin. 1 yilgacha kutiladi. Undan keyin sababi ko'riladi. Gormonlari tekshirilgan holatda qanaqa sababdan kelmayotganiga qarab, shunga qarab tashxis qo'yib lecheniya qilinadi va ayniqsa o'sha siz so'rayotgan dismenoriya, ya'ni og'riqli hayzga keladigan bo'lsak, bu yerda o'sha ozgina progesteron yetishmovchiligi sababidan bo'layotgan bo'lishi mumkin yoki tuxumdonlarda yoki bachadonda shamollash yoki uni atrofidagi organlarda shamollash bo'lgan sababdan ham bo'lishi mumkin. Magniy defitsitlari, mikroelementlarni defitsitlari ham shunga olib kelgan bo'lishi mumkin. Buni analizlarda chiqadi, demak. Albatta, analizlarda, tahlillardan keyin aytib, shunga qarab lecheniya qilish kerak. Endi u og'riqlar ham har xil bo'ladi. Ba'zigilarda og'riqlar umuman chidab bo'lmaydigan darajada qattiq og'riqlar bo'ladi. Ko'rganman, aynan atrofimdagi o'sha yoshligimda esimda xolamni qizi bilan tengdosh bo'lganmiz. O'sha paytlarda yotib qolardi-da, to'g'risi. Shu men hayron qolardim, menda hech qanaqa o'zgarish bo'lmagan, lekin unda shunaqa keyin og'riq qoldiruvchi tabletkalarni o'sha payt ko'p ichishardi va o'tib ketardi-da. Va bu hozirgacha qolmagan ekan. U turmushga chiqdi, nima qildi, lekin haligacha xuddi shunday. Hayz oldi yotib qolish holatlarigacha. Lekin so'radim, endokrinologmi, ginekologga bordim, ham ginekologga bordim. Menda hammasi yaxshi ekan deydi. Afsuski biz vrachlarni ham to'g'ri ba'zan tanlolmaymiz-da, belgilarga qarab. Nimaga ginekologlar to'g'ridan-to'g'ri endokrinologga yo'naltirishmaydi? Shamollash yo'q, sizda hammasi joyida deb jo'natishadi. Buni aniq ayta olmayman. Bitta mana bu sababdan deb. Lekin ginekologlar, men bilganman, ko'rgan ginekologlar albatta ayniqsa u kichkina bola bo'lsa, yosh hali o'smir qizcha bo'lsa, 18 yoshga to'lmaganlar, albatta endokrinolog ko'rib bersin, gormonal o'zgarish ketyapti. Balki bu yerda o'sha o'zi tuxumdonlar polikistozis sindromi bor. Uni o'zlari davolashadi ginekologlar. Lekin albatta mutaxassis, yaxshi, gрамотный ginekolog, endokrinologda ham xulosasini olib keling deb yo'naltirgan holatlari bo'ladi. Umuman hamma ginekolog shunaqa deya olmayman. O'zi endokrinologdan ham 1 yilda bir marta agar check-updan o'tib tursa, ko'rikdan. Bu yerda o'sha holat vaqtida aniqlanib, vaqtida davolanib ketgan bo'lardi. Ayol kishimi, yosh bolami? Demak, har bitta mutaxassisni qizlarni ham ginekologga olib borish kerak bo'lsa, albatta shu holatlarda ginekolog bilan birgalikda, ayniqsa hayz kelishida muammolar bo'lsa, dismenoriyani asosan ginekologlar davolashadi. Bu yerda ginekologlar bilan birgalikda tandemda ishlashimiz kerak. Birgalikda ishlashimiz kerak. Albatta. Maftuna, sizga yana bir savolim. Hozirgi paytda bolalar endokrinologiyasida eng dolzarb masala nima deb o'ylaysiz? Eng dolzarb muammosi, shu muammoga menda qaniydi yechim bersaydim yoki-da shu ko'pchilik shu haqida fikri bo'lsaydi deb qaysi muammoga qarardingiz? O'ylaymanki, bugun har bitta aytib o'tgan mavzuyimiz, to'xtalib o'tgan, qisqacha to'xtalib o'tgan mavzularimiz hammasi muhim. Men xohlardim albatta diabet, qandli diabetni birinchi turini tezroq davolovchi, umuman yo'qotib yuboruvchi dori-darmonlar, preparatlar tezroq nima qilib yo'lga qo'yilib. Menimcha Turkiyada hozir tajriba ketyapti shuni ustida. Amerikada ham tiplozumab preparati bu autoimmun holatni avval boshida aniqlangan diabet bo'lsa to'xtatib qolishga, bu ham hali 100% o'zini oqlamadi. Buning uchun vaqt kerak. Buning uchun o'sha tekshiruvlar yana ham chuqurroq olib borilishi kerak. Shunga o'xshagan kasallik davosi hali topilmagan kasalliklarni albatta xohlardim. Hech qaysi bola kasal bo'lmasligini. Albatta. Hech qaysi bolacha o'sha ukoldan, dorilardan bezimasligini xohlardim. Ota-onaning yuragi undan ham kattaroq bir xotirjamsizlikdan qiynaladi. Shularni albatta lecheniyasi, davosi topilishini agar xohlagan bo'lardim. Bu samimiy va men uchun ham xuddi niyatimiz va maqsadimiz bitta bo'ldi, missiyamiz bitta bo'ldi. Chunki bolasi kasal ona, o'zi kasal, undan ham og'irroq kasal bo'lsa, menimcha o'sha kuni hech qanaqa halovati topa olmaydi. Shunaqa ko'z yoshlar bilan kelib, unaqa qarab turishadi, tushunamiz, og'ir. Lekin ozgina o'zingiz qo'lga oling deb biz ozgina qattiqroq turamiz ba'zida tushunib, gaplashib. Endi har bitta shifokor ozgina psixolog ham bo'ladi. Gaplashadigan holatlarimiz ham bo'ladi. Ko'zingizga termulib, sizdan yaxshi gap
yaxshi fikrni man o'zim ham Shifokor so'z bilan ham davolaydi-da. albatta shuni o'ylab menimcha eng birinchisi siz niyatingizni o'zi to'g'ri bo'ldi va bugungi manfaatli suhbat uchun hech qanaqa manfaatlarsiz bizni auditoriyamizga o'zingizni xulosalaringizni berganingiz uchun kattakon rahmat va bizni suhbatimizni ikkalamizni suhbatimizni YouTube orqali ko'radigan tomoshabinlarimizga tilaklarimiz. Albatta. Sizga avvalambor taklifingiz uchun shunday bir chiroyli mavzuni ota-onalarga, bolalarga manfaatli bo'ladigan mavzuni olib chiqib, aholimiz uchun dostupniy informatsiya berganingizni o'zi uchun katta rahmat. Sizning harakatlaringiz bardavom bo'lsin. Bu podkastingiz yana ham gullab yashnab, yana ham ko'proq naf tegadigan, odamlarga foydasi tegadigan, bitta odam o'zini foydasini topsa ham qandaydir bir o'zingiz duo tagida qoladigan holatlarda ko'proq bo'lishingizni tilayman. Ota-onalarga maslahatim albatta avvalambor o'zingizni sog'lom turmush tarziga o'rgating. O'zingizni shu disiplina deymiz, tartibga o'rgating. Keyin bolangizda ham buni shakllantiring. O'zingizga qarab ham bola o'sha o'rnak olib ketaveradi. Va albatta bolangizni endokrinolog, bolalar endokrinologida nazoratga olib kelib turishni esingizdan chiqarmang. Bir yilda yo'q deganda bir marta tekshiruvlarga olib kelib tursangiz, albatta bola uchun foyda bo'ladi faqat. Rahmat sizga va aziz tomoshabinlar, bugungi suhbatimiz bolalar endokrinologi Maftuna bilan bo'ldi. Agar siz Maftunaga savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin va keyingi podkastlarimizda bu kishini yana sizlarning takliflaringiz bilan albatta taklif qilamiz. Savollaringiz, qaysi mutaxassisga muhtojligingiz bor, bu haqida ham qoldirishni va ko'proq insonlar shu podkastimizni ko'rishi uchun albatta like tugmachasini bosishni unutmang. Biz hech qanaqa vayinlar yoki da mashhur insonlarni emas, xalqqa manfaatli bo'ladigan shifokorlarni chaqirishda davom etamiz. Sizga suhbatimiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.